Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Programımıza xoş gəldinizlər. Elçin Qasım, xoş gəldiniz. Rahmat, hoş geldik. Ekran aldık qarindoshlar hammanglarga salom. Biz oldin qitim 2 hafta oldin bir program qilgandik. Bu hafta yana sizlar bilan yuz ko'rishdik. Endi bu hafta biz Xi Jinping'ninki oldin qatammış yaqında shu cho'ng generallarni 6 ga yaqin cho'ng general, uning keyin boshqa boshliqlarni ep tashlashi, ba'zilarini partiyadan qo'g'lab chiqarishi degandek shu to'g'riliq bu programni boshlaymiz. Elshad aka, shu ilib tashlangan cho'ng ministr uyu boshliqlarni bir qisqacha tushuntirib o'tkash buni boshlab ketgan bo'lsak. Buldu. Bu 9 generalni biraqlamda e'lon qildi. Xitoyninki 4-chi umumiy yig'inidan baldur. Onaniki 4-chi umumiy yig'inda buni jazmlashtirdi desak bo'ladi. Yana qisqa bir tonishtirish beribdi bayonotida. Bularning ichida eng yuqorisi He Weidong degan Xitoy harbiy ishlar komitetining muavin raisi, yuqori amaldor desak bo'ladi. Bo'libmi harbiy komitetining bo'lgandan keyin bu yerda hamda buningga eng nuqtali qiziqayotgan masala Xi Jinping xeyli bo'ldi to'xtamay tozlayapti. Bu ketimkisi 9 hammasi harbiyninki amaldorlari. Harbiyni tozlashni buni Xitoyning ichidagi shaxsan mening ko'z qarashimda men maddalar deyman. Masalan, hozir Xitoy maddalari bir necha turdagi maddalar bor. Birisi demokrat nomidagi. Bular hech qanday tashkilotga mansub emas. Xitoy kommunistga qarshi. Ba'zilari 89dagi 4-iyul qirg'inchilikdan keyin qochib chiqqan o'quvchilar, rahbarlari va shularni qo'llagan Xitoy ziyolilari. Bu demokratchilar deb qarayman. Bularning maddalari. İkinci turkumdagi maddalar Falun Gongchilar maddalari. Bular Falun Gongninki homili bilan amilligida har xil YouTube yoki boshqa kanallarni barpo qilib, shuningda kundagidek so'zlaydi. Bu ikkinchi guruhdagi. Uchinchi guruhdagisi oldin qatimki Govungui voqeasidan qilib qolgan Govunguininki maddalari. Bu 3 guruh to'xtamay qiladigan ishi Xitoyda ishga manda bo'ldi, anda bo'ldi, ati o'rildi, o'gin o'rildi deb Xi Jinpingninki bu Xitoy tarafidan, harbiy tarafidan ag'dirildi deb uqtadi. Masalan, shu 4-chi umumiy yig'inning oldida agar social media, ya'ni jamoat taratqularga qaragan bo'lsak, hattoki Xi Jinpingni qo'lga olibdi. Harbiy vakillari Xi Jinpingni darhol harbiy amaldorligidan, raisligidan, harbiy komiteti raisligidan qoldirishni talab qildi degan gaplar chiqdi. Buning bilan men oldin ketimmi bu to'g'riliq azroq so'zlagan siz bilan bo'lgan. Bu Amerikadagi ba'zi bir aql tanklarninki, ya'ni aql ambarlarninki bularning mutaxassislariga ta'sir ko'rsatyapti. Masalan, Amerikadagi Xitoyshunoslar ba'zileri shu maddalarning so'zi bilan bu Xi Jinping ras huquqdan qolgandimi, qilib qoldimi, buning bilan yana davomli suhbat qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi deydigan har xil fikrlarni beradigan bo'ldi. Shuning bilan bu degan vaqtida bu maddalarninki ig'vo gapi deyman men. Ba'zilarni paraz deydi, ba'zilar har xil ko'z qarashda deyapti. Bu maddalarninki ig'vo gapi hozir rasmiy Amerikaninki ziyolilariga, ya'ni mutaxassislarga ta'sir ko'rsatyapti. Buni aytib xatarlik deb qarayman shaxsiy men. Buni oldin qaytamda dedim. To'g'ri. Undan keyin shu umumiy yig'ini tugashdan burun esimda va xatolashmasam oldingi juma deyman. Ama Xitoyning yana bir demokratlarning bir kanali bor. O meni bir ziyorat qilsak dedi, dedim. Shu ziyoratda shu masalani so'ragandim. Men dedim Xi Jinping bultur yil oxiridan tortib bugungacha
qayt tutuldu, qayt ağrıldı, öyle tutulup qamaq eğlendi ama her qitimdan keyin yana tirilib chiqyapti. Yana sakinlik chiqyapti. Men işte bular qitimni yana o'xshash sakinlik bo'ladi dedim. Degandek tartibga Xi Jinping aytib o'tgan taklifni o'zining to'rtinchi yomon yig'inda so'z deganligi bu yana davomlashtirganligini takrorladi. Yana Samsung hangileri kim ekanligini isbotlaydigini yana o'sha ayning 30-chisi kuni payshanba kuni Janubiy Koreyada Amerikaning bosh prezident Donald Trump efendim bilan ko'rishdi. Demak, agar bir diktator o'zining davlatidan xotirjam ayrılıp yana bir davlatga berib, boshqa davlat arboblari bilan ko'risha olsa, bu odamda undaq siyosiy o'zgarish bu deganning yo'qligining bir derigi. Demak, bu maddalarning hammasi xato. Endi bu yerda yana bir masala bor. Bular deydi Zhang Yusha degan Xi Jinpingdan qalsa Xitoy harbiy komitetininki ikkinchi muavin raisi. He Weidong degani aslida 3-muavin raisi. Xi Jinping birinchi, onunki Zhang Yusha general ikinci, onundan qalsa üçüncüsü He Weidong. Ama hazır Lu Shengmin degan bir Xitoyni muavin raislikka ko'tardi bu daqiqa 4-chi qurulmuş umumiy yig'inda. Shuning bilan yana bir yaqindagi maddalarninki ig'vosiga yana bir ul sepadi. Mening qarashimcha, men 2 kundan qarab baksam shu tarafga yana taraqqiy qilib Xi Jinpingni yana bir qitim yig'inda evitadiganға yana tayyorlik qilyapti chet eldagi bu maddalar. Yana mening bunu deyishim Zhang Shengmin 3-muavin raislikni He Weidongning o'rniga dastidi deb aksda qarasam ba'zi Xitoy mushu maddalari o Zhang Yusha'ning adimi deb ko'rsatyapti. Demakchi o'g'ni evatgan 9 odamning hammasi Xi Jinpingning adimi, generallari. Zhang Yusha bilan Xi Jinping ikkisi tutishyapti. Shuning uchun bu yerda bu qitim Zhang Yusha kuchli kelib 9 Xi Jinpingning generalini eptashladi degan ma'u nazariyani ilgari surish bu orqali bu maddalarninki ig'voning yani davomlashishiga bir yo'l qo'yib qo'ydi deb qarayman men bu chet eldagi maddalarninkida. Mush arlıqda bir qisqa bir savol kelib qoldi kallamga. Bu hamda maddalar devatimiz hamda bularninki bunda qilqi Xi Jinping bugün chiqib ketadigan bo'ldi, Xitoy o'lib ketadigan bo'ldi deyishdi hamda. Bu mesela deydi Xitoyning o'lib ketishini xohlaydigan mesela Xitoyning o'zining nurg'un o'qituvchilari bor, o'zining xalqi shunda xohlaydi hamda. Bu bir umid berishmi yoki o'ziga bir deymiz? Mestan to'plashmi yoki nima umid qildi bular bunda deyishadi. Mana bir necha sabab bor deyman. Birsi bo'lib demokratning maddalari uzun yıl kurash qilib umidsizlangan sari mo'jiz izlaydi odam. Xuddi bir jangalda qolgan odam, osh, suv ko'mgan odam, hamma tarafga qarshi bir yerda jiroqdan suv ko'ringandek, yemaklik ko'ringandek odam umidsizlangan vaqtida mo'jiz izlaydi. Shuningga Xitoyninki zo'r bir turkum bular haqiqiy Xitoyga qarshi, ammo lekin qaytanmadı, uzun yıl oldu, 30 yıl, 40 yıl. Bir yerde Xitoyda yelo kuygun deydigan bir ideyasi var. O degan gap yopirmoq oxirisi tushganda yiltizga qaytdi deydi. Demakchi o'g'ini qayerga vaqtida yutuq qaytishni xohlaydi. Endi hammamiz xohlaymiz o Xitoylar emas. Biz yutuq qaytsak deymiz, qayermisaqmi umidimiz bilan. Ama Xitoylar onu bakarak nim qildi. Erkin bo'lsinmi shu yutuq ketishni. Shuning uchun bu yerda bu demokratlar uzun yil chet elda qoldi. Hech qanday qaytish imkoniyati bo'lmadi. Shuning uchun bular umidsizlanish, uzun nimada shunda bir mo'jiz kutish. Undan keyin
Falun Gongchilar bo'lsin yoki Gongchilar bo'lsin, bular mushu Xitoy aldamchi. Shuning uchun aldamchiga mushunda ularni ig'vo gap taqtidi. Bizmi ig'vo bilan kurash qilamiz deydi. Dushman zahar bo'lsa, menmi zahar. Dushman qo'yimchi bo'lsa, menmi qo'yimchi. Dushman lukchak bo'lsa, menmi lukchak bo'lsam, buningni yengima deydi. Bu ikkinchisi. Üçüncüsü, bu medallarının hammasi bo'lmasimi, köpüncüsü, bu şu YouTube'da sözleşi arkalı kirgen abonluğu asasını ilandan kirim babılara. Yaxşırak olsa, benim anlaşımca aylığı 2000-3000 dolarla kirir ikenmiş. Şunun için, bu abon toplaşı için, cıkadem körüş için, sözünüz naiti keskin buluş gerek. Hem adamda hantan kaldırdıgan bir nimler buluş gerek. Başkalar bilmeydiğen işki uçurlar buluş gerek. Fakat şunda bu vaxtıda xalqni jalb qilib ko'giniz keladi. Mesela ularning kiyimlarida adette yeni bir video işlese şu zaman Xi Jinping tünügün türme kiripti deydi. Şunu olan bir adam içip bu qanda türme kirip ketdi, qachon tutildi bunu uqaychi deb az deganda bir 10 minut ko'rdi. Bu ilan adette YouTube'ninki neçe minut ko'dayma. Uningki uzun ko'rilsa, u ko'rilgan hisoblanadi. Agar 1-2 minut chekib o'chirsa, u ko'rganga hisoblanmaydi. Mening bilishimcha qanchalikligini unutib qaptimi. Shuningga naiti hangtan qaldırdıgan, hayran qaldırdıgan title'lar bilan bu videolarni chiqirdi, shuni bilan ko'rdi, uningki bularga kirim kirdi. Mushu uchchi asosiy sabab deb qarayman. Bunun da üçelisi birga yig'ilganlarim bor. Ba'zilarida bir xil maqsadlari bor. Masalan, shu pul tepish uchunlar, amon to'plash uchun, ko'rish qitimligini oshirish uchun qilayotganlar bor. Bu mana shu menimcha bularningki maqsad shu. Endi bularning ichida ba'zilari ashilqi men deganga o'xshash umidsizlanganligidan mujiz izlab anlagan xabarlarning hammasini rost deb taqtish, buning da endi Xitoyning roli bor deb qarayman. Xitoymi to'xtamay har xil uchurlarni bularga feed deydi-ku inglizchada. Bularga ta'minlab berish. Albatta Xitoy hukumati men ta'minladim deb demaydi uni. Voy men Xitoyga qarishdim, men mana bir xabar angildim. Masalan, o'shuningda Ma'u yağan çıkandan keyin tünögen o deyman. Amerikadagi ilki bironki partiya maktabining professori bo'lgan Chaysha degan professor ayol, Xevidong bilan Miaohua degan ikkisi Beijingning yenidagi Shijiazhuang o deyman. Shu yerda shaxsiy harbiy qurib Xi Jinpingning buyrug'i bilan shaxsiy harbiy qurib aslida Zhang Yushanni qo'lga olmoqchi ekan-ku. Şuna olan paşuqili onu Xi Jinping'ninki adimidan burun Zhang Yushan ulan tutuptu dedi. Bana oylan. Xitoydagi hozirgi bu texnika bo'libmi Xi Jinping'ninki qo'g'dug'ich qismi. Hammasi Xi Jinping'ning bevosita boshqaruvida. Buningki masalan Xitoy markaziy rahbarlarini qo'g'dug'ich armiyasining bosh qo'mondoni Cai Qi degan Xitoy bu Xi Jinping'ning eng yaqini. Agar Zhang Yushan tutma desa, birlar askarni boshlab berib uyini tutib aktalaydi. Bu yerda Zhang Yushanmi xuddi Xi Jinpingga o'xshash qizil ikkinchi avlod. Yana uning dadisimi burun shu o'xshash kasbda bo'lgan adam. Zhang Zongshun degan Xitoy. Mana degan vaqtida bularningki manfaat birligi bor. Bo'libmi bu yerda jihlash Xi Jinpingning hokimiyatga chiqib kelishini, mayli Xitoy bo'lsin, balkim ba'zi Uyg'urlar shunday o'ylashi mumkin. Bu bir favqulodda ahvol. Xi Jinping, Jiang Zemin bu xato tanlab qolgan deydi. Mencha undaq emas. Sovet g'ulg'andan keyin Xitoy kommunistlari Sovetning g'ulg'anligini hokimiyatning ichidagi kommunistlarning chin turmaganligidan deb qarab, shuning bilan bular
Sovetning g'ulg'an tajribasini qayt ko'rib, o'zining hokimiyatini qanday saqlashni nihoyatda inchki tadqiq qilib, cho'qim birinchi avlod shu inqilobchilarning bollari bo'lsa, bu hokimiyat qo'ldan ketmaydi deb, shularning ichidan adam izladi. Oxirisi bu Xi Jinping tanladi. Degandek bu Xi Jinping shu bo'yicha ip mengyotidi. Shuning uchun bu yerda Xi Jinping'ninki uli ma'lum darajada nihoyatda yaxshi hozirgacha. Bu Xitoy hokimiyatda ching o'tirib oldi, changallab oldi. Bo'libmi fan texnika texmi bunga bir yordam bo'ldi. Shuningda yig'in chaqlab aytgan vaqtida bu ketinki 9 generalni evitishi bu endi bu yerda oldin ketinmi dedim deyman. Bu diktator degan nihoyatda gumonxo'r keldi. To'g'ri. Gumonxo'r keldi. Gumonxo'r bo'lgan vaqtda qanday gumonxo'r desa, siz oldin ketin qizg'in chavoq chelib, buda ketin men kelgan vaqtimda chavoq chelishingizda azroq o'zgarish bo'lsa, bu nima uchun o'zgardi? Buning bir masal bor o'xshaydi deb har qanday vaqtida uni chavoqni yaxshi chamiding emas, qarg'urlik qilding deb tutishi mumkin. Chunki Matek Tunogin Sovetninki o'z vaqtidagi KGB'ning yana Chikaninki bir kitobini o'qigandim. Shu vaqtida Stalinninki tozalash vaqtida kommunistlarni o'zini tozalashda bir general unvoni bor ekan, shuni qishqirib manda delolarni shu Stalinning dushmanini malani sen isbot to'plab bularning bizga qarshi chiqqanligini isbotla desa, u odamning degan gapi nima deganda, siz men ismni bilasiz, jinoyatni men tep berman degan. Shuning uchun hozirgi Xi Jinping'ninki intizom tekshirish komiteti Xi Jinping'ning qo'lida. Shuning tizimni bilsa, Elshad deb tizimni bilsa, jinoyatni ular topadi. U yerda o'lqi qalla qatirish u bu ketmaydi. Uni ixromi qig'izalaydi. Ixromi qig'izalaydi. Xo'sh, menimcha mushunchalik tushundirsak bo'ladi. Ammo bu yana qayta takrorlanyapti. Mening Uyg'urlarga berilgan tavsiyalarim Xitoy maddalarninkiga anglamay, ingliz xabar. Yana o'zinglarning turgan Yevropada bo'lsanglar, mayli nemis tilida bo'lsin, mayli norveç tilida bo'lsin yoki boshqa tilda, shu tillardagi matbualarninki cho'nqur, uzun maqolalarni o'qish lozim. Xitoy kommunistlarining tarixini o'qinglar, har xil kitoblar bor. Chet elliklarning yozgan, Xitoy o'zining yozgan, bularni yaxshi o'qigan vaqtida haq burningdan yetlab mangmaydi, o'z oldiga odam xulos chiqara oladi, vaziyatni kuzata oladi. To'g'ri. Endi hozir oldin ketim programma deyishgan to'q, masalan, bu g'olab ketmaydi deb. Endi bu ketimki cho'ng generallarni evitishning nimasimi oldin ketimki deyilgan gapniki to'g'riligini isbotlaydi-ku. Agarda bir odam omlashib ketmoqchi bo'lsa, keyingi odamlarga yaxshi nom qoldirib, o'ziniki yaxshi bir boshquruvchi ekanligini bildirish uchun ularga nacharlik qilish emas, bakroq yaxshi muomala qilib, ularni o'stirib degandek o'rniga kelishi mumkin. Ammo bu tuyuqsiz cho'ng generalninki boshliqlarning elinib ketishi, o'zininki o'rnini muqimlaydiganligini, buningki 4-umumiy yig'inda o'zini tushib ketmaydiganligini bildirib turibdi deganimizdek. Endi buni deyishgan bo'ldik. Mushu 30. Bu yerda bir qistirib qo'ysam, ba'zilarning degani hamda Xitoydongni muavin 3-nomerlik tursa harbiy komitetida deydi. Xuddi bunday ish bo'lib boqmagandek. Limbiyo qandaqdi Mao Zedongning vaqtida. Limbiyo butun harbiyni boshqaradigan mudofaa ministri ham Mao Zedongdan qolsa ikkinchi odamdi. Uni yo'qotdi. Uning oldida Liu Shaoqi davlat raisdi. Ham Mao Zedongdan qolsa Liu Shaoqi ikkinchisi. Partiyasininki nizomnomasiga Mao Zedongning izbosari bo'ladi deb oldida Liu Shaoqini kirgizgan. Ammo birinchi uni yo'qotdi. Uningki Limbiyoni kirgizdi, izbosari bo'ldi deb. Uningki Limbiyoni yo'qotdi. U hamda Mao Zedongninki qilgan bo'lsa, Xi Jinping amaliyotda 9 generalni evitishdan burun xatolashmasam 14mi 15
Şütayko, Goboşon degan ikkalisi ularmi shu harbiy komitetning bosh raisidi. Ikkinchi, uchinchisi ikkalasini yevatdi. Demak, bu bir yangilik emas bu yerda. Faqat tozalash davomlashyapti. Endi bu yerda ishki Xitoyninki kurash bormi desa, kurash bor, huquq talish kurash bor. Ammo u talishish Xi Jinpingning tövandikilarining ichidagi talishishlar. Xi Jinping bilan emas. Xi Jinping bilan huquq talashgidek menimcha hozir yenida odamni qo'ymadi. Talishadiganlarni hammani yig'ishtirib bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Nurg'un bir uchurlarni berib o'tdingiz. Endi shu oldimizda yana 3 kundan keyin shu payshanba kuni 30-yilda Amerika ziyorat bo'lyotdi Osiyo davlatlarini. Endi Trump bilan Xi Jinpingninki bu Janubiy Koreyada bir uchrashishi nim qilyotdi. Bu abay deganga o'xshash agarda nima deymiz o'zini ensirgan bo'lsa u yerga berish ketolmaydi deganda. Endi ma'noda aldım o'tganda masalan 100 tamojni beji qo'yamiz dedi, masalan TikTokning ishlari bo'ldi degandek. Buningda nima kelishimlar bo'lishi mumkin Amerika Trump bilan Xi Jinping o'tirdi sizcha? Yaxshi ish bo'lamdi yoki bu teg'inbek nacharlashishga ep beramdi? Shaxsan bir ig'iz gap bilan degan vaqtida yaxshilanish mumkin emas. Bu yerda Xitoy bilan Amerikaning munosabatida yaxshilanish kelgusida mumkin emas. Faqat mumkin bo'lgan vaqtda ikki tarafning birsi xalqarodagi super powerlik, ya'ni nima deymiz, zo'migarlik deyli, hegemonik kuch. Hegemonik kuch yoki uni Uyg'urcha nima deydi? Uyg'urcha hozir yadim kelmadi. Menimcha shu zo'migarlik kuch desak bo'lamdiki deymi? Xalqarodagi zo'migar deydi. Xalqarodagi zo'migarlik kuch birsi buningga voz kechgan vaqtida, yana amalsiz voz kechganda bu yaxshilanishi mumkin. Ya Xitoy voz kechishi kerak yoki Amerika Xitoyga kuchim yetmadi deb o'z voz kechgan vaqtida u vaqtida yaxshilandi. Uningdan burun, voz kechishdan burun bu voz kechish deganimiz yoki urush bo'lish, haqiqiy urush, yengilish bir taraf. Yoki tinchlik mushu ilishda oxirisi bir taraf hasrab qilib, xuddi Sovetnikidek oxirisida bo'ldi, akam sen kelsa men xatolashibman deb o'zi voz kechish. Uningdan boshqa meningcha yaxshilanish mumkin emas. Endi bu qitimqi suhbatda nimalar bo'ladi deganda oldin qitim bu to'g'riliq Xitoylarninki deb so'zildim-ku deyman. Nima bo'ldi degan vaqtida Trump efendim mushu ko'rishdan bir 2 hafta burun, balki biz oldin qitim so'zlashgan bo'ldimi, bo'lmadimi? Yoki rare earth, yana kam uchraydigan elementlarninki nimalik to'plar rare earth deydi, endi kam uchraydigan element deydi-ku deymi Uyg'urcha. Shular to'g'riliq Xitoy Amerikaga va butun xalqaro savdosida cheklim qo'ydi. Yana her ayda qaysi davlatga qanchalik chiqarish, o davlat oldin Xitoyga iltimos sunib, undan keyin Xitoy tasdiqlagandan keyin oladigan manda bir siyosatni qo'ydi. Shuna bilan Amerika, butun dunyo hammasi portlab ketdi. Amerika dedi, Trump efendim dedi 100% yoki 150% bosh qo'yma dedi. 11-oyning 1-dan tortib. Ama bir 2 kundan keyin azroq bo'shab qoldi Amerikami. Xitoy azroq bo'shgandek ko'rindi. Endi bugungi xabarda ikki taraf savdoda kelishim bo'lganligi va mushu kam uchraydigan elementlarninki Xitoyning qo'ygan siyosati 1 yil orqaga surilganligini e'lon qildi. Bu demak bu yerda nimani da'vatidi? Xitoy nima demakchi, Amerika nima demakchi deganda, Xitoyning ko'rishdan burun, yana Xi Jinpingninki buyrug'i bilan 4-umum yig'indan burun bunda bir siyosat chiqarishi Amerika qaratgan bu siyosat. Xitoyninki Amerikaga bergan signali, sen burun Amerika kimni jazolaymi desang shuni jazolatdin.
men mu hazır seni cazalayalayım. Sen beni undaq bronqada qo'lingni shillatib, andaq qil, mandaq qil deydigan davrim o'tib ketdi. Mendimi kozur bor hozir. Men bu kozurni ishiltib, seni emas bütün dunyoni menga qartalayma degan signalni berish. Maqsad shu. Xo'sh. Ko'rishdim burun, menda degan vaqtida bir Amerikaga o'zini bir ko'stish. O söhbətə keliblə mənə tələb qoyma, mənə anda manda deyiblə buyruq düşürmə deyib oylama. Mənə sənmi yol qoyduğanga təyya bilən gəlmə Koreyaga deyib mən signalını verdi. Hem de Amerika'nın qolda qançilik kozur var degəndə bu kam uçuraydigan ilmentdə Amerika'nın qolida kozur azaraq. Ama qalğan tərəflərdə Amerika'nınki kozur Xitay'ınkidən jiq məsələn. Məyli xalqara sözüdü bulsun, məyli başqa narsalarda. Endi bu yerdə bağandan ki meningcha bu kelishim Trump efendimi Xitay bilan bir kelishim tuzashga oldirayotdi. Xitay o'zini ko'ranligan bilan Xitayning iqtisodimi bir xil cho'kish oldida. Shuning uchun meningcha ikki taraf bağandan keyin Trump efendimi ba'zi bir narsalarda bugungi xabarga qaraganda masalan TikTokning masalasi, yana shu kam uchraydigan elementlar masalasi, yani başka fan texnik cheklamalar masalasi, Tayvan masalasi hammasi de o'rtaq bir ma'qulga keladi. Ikki taraf azroqdan yo'l qo'yib, ama core interest deydi, yana negizlik manfaatda yo'l qo'ymaydi. Qolgan jihatlarda azroqdan yo'l qo'yib, bir kelishim tuzayib keladi. Meningcha buningda cho'ng chataq yo'q. O %50%, 150%lik bajmı qo'yilmaydi meningcha. Ve 11. ayının biridan başlab. Bu yerda bir mezgil ikki taraf biz yandoq degan tashviqot boshlandi. Trump efendim qaytib kelib cho'qim men cho'ng bir nim qildim deb keladi. Xitoy oyoqda biz cho'ng yandoq deb o'zini maqtaydi. Ama lekin 2 ay 3 aydan keyin yana konu hamanga chikelish tushidi. Chunki Xitoy va'dasida turmaydi. Xitoy hech qachon va'dasida turib boqmagan. Endi bu yerda ikki masala bu. Qisqa bir Xitoy bilan Amerikani yaxshi bo'lolmaydiganligi buni bir tushundirsak, bir necha yilning oldida bir Amerikaningki olimi tarixchisi urush to'qinishdan Amerika qutulamdı, Xitoy bilan bo'lgan to'qinishdan qutulg'ini bo'lamdi degan bir kitob yozdi. Bu kitobda endi G'arbninki geopolitikdagi bir nazariyasi yana hozirgi zo'ravon bilan o'rlayotgan zo'ravonning oralig'ida doim to'qinish bo'ladi. Bu tarixda eng dastlabkisi Grekninki yana Yunoniston deb qo'yamiz, konasi Yunoniston hamda Uyg'urlar. Shu vaqtida Afina bilan Spartak ikkisining oralig'ida Spartak shu vaqtdagi milodidan burungi Grek dunyosidagi eng kuchli zo'ravon. Ama Afina yetilayotgan zo'ravon, yangidan yetilayotgan kuch. Shuning uchun Sparta bu Afinani tahdid deb bildi. Şuna ahirisi 30 yıl uğraşır iki taraf. 30 yıl uğraşının neticesinde Afina tutup etdi. Şuna ola Afina'nın demokratiyası mı ayaklaşıdı. O insaniyetteki birinci demokratiya Afina. Sokrat'ın ki devresi bilen devirdaş boğan Thucydides degen bir adam Peloponnesian War deb bir kitap yazgan tarihi. Yana şu 30 yıl uğraşının asası jarayonu kısmını yazgan.
Ama şunun da bu hazırki kuş bilen yetilayotgan, örilayotgan kuşning orasidagi bu to'qinish. Endi Ikkinchi Dünya urushidan keyin, masalan, Ikkinchi Dünya urushining oldida Angliya şu davrdagi zo'ravon. Amerika o'rlayotgan zo'ravondi. Ama Ikkinchi Dünya urushidan keyin Angliya o'zligidan zo'ravonligidan voz kechib Amerikaga o'tkazmadi. Chunki ko'z yetmedi Amerikaga tirkishga. Shuning bilan u chekindi, Amerika chiqdi. Sovet Amerika bilan tutishmoqdi. Bu o'rlayotgan zo'miga. Lekin Sovetmi uqtiryapti. Endi Xitoy chiqdi. Bu yerdagi bu ikki tarafninki, bo'libmi Xitoy bilan Amerikaninki prinsip yana ham negiz manfaat, core interest deymiz. Bu masalalarda sulli qiladigan hech qanday bir umumligi yo'q. Bir yerga kela oladigan. Masalan, ideologiya jihatdan Xitoy diktator, authoritarian. Amerika demokratiya. Amerika Tayvan demokratiyasini qo'g'daymiz deydi. Ham Tinch okeanininki atrofidagi Xitoyning yenidagi davlatlarning o'z oldiga taraqqiy qilishini qo'llaydi. Xitoy bo'lsa mening gapimni anglab, mening sistemim bilan mangdaydi. Buningda Amerika birisida voz kechsa, Amerika kayni-kaynidan hammadan voz kechish kerak. Agar Tayvan kechsa, Tinch okean ketadi Amerika uchun. To'g'ri. Tinch okean ketgandan keyin mayli Yaponiya bo'lsin, mayli Hindiston bo'lsin, hammasi Xitoyninkiga bosh egmay boshqa amal yo'q. U vaqtda Amerika mushu Amerika qit'asidagi bir kuchga aylanib qolishi mumkin. Hamda yana bir jihatni aytgan vaqtida odatda bundaq zo'ravon, diktator zo'ravonlar o manfaat bilan, qo'liga kelgan manfaat bilan rozi bo'lmaydi. Ularningki ishtiyi yugurib mangdi. To'g'ri. Balkim u vaqtda Havayni manga ber deyishi mumkin. Guamni manga ber deyishi mumkin. Kaliforniyani manga ber, bu yerda Xitoylar xeyli bor deyishi mumkin. Xuddi Hitler Slavyaning Sudetenni degandek. Kanadada Xitoylar jiq, Kanadani manga berishing kerak deyishi mumkin. Shuning bilan bu davomlashib mangdi, oxirisi hammadan shunga bo'ysunishi kerak. Ammo buningga mumkin emas. G'arb dunyosi bo'lmaydi, Amerika bo'lmaydi. Shuningga Xitoy bilan Amerikaning oralig'idagi bu to'qinish davomlashib mangdi, keskinlashib mangdi. Ammo qaysi jihatda, qaysi usul bilan yengidi? Mening shaxsiy ko'z qarashimda hozirgacha Amerika ustunlikda. Hamda bir shu kam uchraydigan elementlar masalasida azroq ketkizib qo'ygan yeri bor. Ammo uningmi ko'pi hozir Amerika mablag' selib hal qilishga tirishyapti. Yaponiya hal qilib bo'lganki, masalanda 2010-yil atrofida Yaponiya hal qilib bo'lgan. Amerika shu tarafga qarab mangdi. Jiq ketsa 1-2 yil ketadi. Uningki Amerika o Xitoyninki eksportiga muhtoj bo'lmaydigan yerga qarab mangdi. To'g'ri. Bunda bo'lgandan keyin bu yerda hamda shu tutishish. Hozir Amerikaninki asosiy siyosati Xitoyni containment deydi. Hamda Uyg'urchada to'sash desak to'g'rimiki deb o'ylayman. Xitoyninki shunda kengaymichiligini mayli fan texnikada, iqtisodda yoki hokimiyat boshqarishdagi kengayimchilik deganimiz ideologiyasini boshqalarga tengish, hokimiyat so'rash usulini, taktikasini boshqalarga tengish, bularning hammasini to'sash, ham harbiy jihatdan to'sash. Bu usul bilan Xitoy amaliyotda Xitoy burungi 10-15 yil, 20 yil jarayonida ustiga qarab mangan bo'lsa, amaliyotda Xitoymi hozir to'xtab qolgan bir holatda. Iqtisodiy to'xtab qoldi. To'g'ri. Nopsi to'xtab qoldi. Fan texnikada Amerika butunlay munosabatni uzib olsa, menimcha taraqqiyot yoshirin kuchi Xitoyning unchalik emas fan texnikada. Chunki ularda erkinlik yo'q. Erkinlik yo'q yerda yangi kashfiyot mavjud bo'lmaydi. To'g'ri. Yangi kashfiyot, yangi nazariya hammasi
erkin dünyada buludu. Şununla gariptin geldi. Amerika yanıla demokratiya bir devlet, bir uçuk cemiyet. Bunda yerde her xil talantdaki insanlar kelip, bütün özününki tefekkürünü işiltip, akılını işiltip, yenilik yaratalaydı. Xitayda yenilik bo'lmaydi. Ular haqlarninkini kopiya qilishga usti bo'lgan bilan yenilik yaratib haqqini yo'q yaqinqi zamonda. Burunmi yo'q. Xitoyning faqat birdan-bir yaratgan yeniligi odamni qul qilishdagi usullari desak bo'ladi. Shuningga yig'inchoqlab aytganda qisqa muddatli kelishimlar bo'ladi. Bo'libmi sodada. Ammo Xitoy bilan Amerikaninki munosabati g'arib olimlarning gapi bo'yicha ajrashishga mangdi. Er-xotinlikdagi ajrashishga mangdi. Bu aql qaytish mumkinchiligi yo'q. Ajrashish ko'pincha vaqtlarda yaxshi mangmaydi. Bir-birini ayıplash, tillash, hatto urushish, shuning bilan oyoqlashidi. Bu jarayonda ikki tarafning urug' tuqqanligimiz ta'sir ko'rsatdi. Urug' tuqqanlar ikki taraf bo'lib turadi. Şununla hazır Amerika bilan Xitoy naq shu tarafga qarab mangdi. Bu oxirisi birisining ma'qul deyishi bilan meningcha Xitoy Amerikaga bosh urishi bilan oyoqlashidi. Xo'sh. Oxirida kichik bir savol aqlim kelib qoldi. Shuni so'rasak, balkim ko'rmanlarmi bunga nishga qalay deb o'ylayman. Xitoyninki mesela Amerika'nın o'rnini basalg'idek, mush sistemni qayta quralg'idek bir kuchi hazır mı? Yo'q. Hazır emas. Ammo agar Xitoy masalanga Amerika bilan munosabatni uzurmagan yoki Amerika bilan yana burunqidek, Bushning davridek yoki Clintonning davridek apaq-chapaq bo'lib, hamma ba'zi ishlar ko'zini yumalgan shunda bir davri bo'lgan bo'lsa, yana bir azroq taraqqiy qilgan bo'lsa, 5-10 yil balkim xatardi. Ammo Xi Jinpingning chiqishi Amerikani uyg'otdi, yaxshi tarafi. Biz Uyg'urlar eng chong badal to'ldik. Dünya uyg'ondi. Xitoyning atti beshirini to'nib yetdi. Shuning uchun hozir masalan bularda Xitoyda hal qilinmayotgan masala birisi iqtisod to'xtab qoldi. Burun 14%, 15% har yildagi o'rgatmangan. Hozir 3%, 4%ga tushib qoldi. Hatto 4%ga mi opiranmayotdi. O statistikalarning ko'pincha yolg'on, hammamiz bilamiz. To'g'ri. Masalan, davlatga qaz shunda jiq hukumatninki masalan yer mulkchiligida bo'lsin, bu jihatlar. Uningdan keyin siyosiy tuzumi yengillanmaydigan bir tuzum bu bir. Bir adam chiqib olsa, masalan Xi Jinping chiqdi, hamda bu o'lguchi o'ltirdi. Yoki bir qaslab o'ltirayotkicha. Bunda bir adam qiyirgan siri joyil o'pmangdi. Gumonxo'r o'pmangdi, texmi ko'p tozalash yo'lida, texmi ko'p xatoliklarni o'tkazdi. Masalan biz aniq ko'rganimiz Covid vaqtida 3 yil xalqini hatto Sharq Turkistonda shu siyosatni mang'uzdi. Uylarga solab qo'yib ochchilikda o'lganlar bo'ldi. Ammo bir o'yrimchilikka o't ketishi yana Uyg'urning badali bilan bir kechada hammasi yechyapti. Azroqli Xitoylar namoyish qilgandi. Shuning bilan o siyosatini bir kechada voz kechdi. Bu yerda demak nima degan vaqtida izchilligi yo'q siyosatninki. Xi Jinpingninki ko'ngliga bog'liq. Axshimisi tushiga nima kirsa, ertasiga shuni jo'lib qo'pish ehtimoli cho'ng. Bunda bir sistemada yangilik bo'lmaydi, izchillik bo'lmaydi. Shuning uchun bu sistemninki energiyasi oldiga mang'idigan hech qanday bir kuchi qolmadi mana degan vaqtida. Uning lekin eng muhimi Xitoyning nopsi ozib menyapti. Bu bir ajallik yeri. Mana degan vaqtida jamiyat qiyryapti. Bunda bir qiyirgan jamiyatda o yangilik bo'lmaydi. Ya'ni o'xshashlar. Shuningga hozir menimcha Xitoy yana 1-2 yil ko'ranglab boqadi. O inersiya damdoq shuningki sababidan bir necha yil taraqqiyoti bilan yig'ilib qolgan boyliqlarni xashlash,
Şu arkalık yani 1-2 yıl aldığı karab mağalışı mümkün ama şu çeklimi bilen toktap kalıdı. Ama Amerika her ketim muşunda krizista kayıtının bir canlınıdı. Şuna olan aldığı karab mağadı düşmanını yenip geldi. Menimce bunun da Xitayning uturuvchi muqarrar. Hazırki bu nimede Xitay bunda bir tüzümünü kurup mu çıkamaydı? Çünkü Avrupa hiç qaysi koşulmaydı Xitayning tüzümüge. Hatta Xitayning etrafındaki koşunları Vietnam deymiz, Malaysiya deymiz, Filipin deymiz, Hindistan deymiz, Yaponiya qaysi koşuldu? Hiç kim koşulmaydı. Doğru. O Afrika bilen O'rta Asiyadagi bir necha davlat bilen Afg'oniston bilen unda bir tüzüm kurgun olmaydı. Doğru. Rahmat. Bugünkü programımızı müşahede yaklaştırsak, sizin köptün köp rahmet vakit çıkarıp programımızı katış belginizge. Sizge rahmat. Bu hem de diginimizdek ismi Eynek, hemimizden Eyneki birbirimizni kördüğün başka bir projektin, başka bir ekranını köreleydiğin Eynek. Hem de hemmelerinin kollap kuvvetlep, bununki özenlerinin karşı inkas olsun, ya ki bunun kartta pozitif ya ki negatif herkanda bir inkas olsun, biz kubul kılımız. Suallarınlar olsun, taşlap koysanlar biz ki programlarımızda bununla cevap veriş taşımız. Bizni koşup, bunu yaktırgan olsanlar, dostlarınlarla yollap, koşundan tövençlikten sorayımız. Hemmelerine rahmet. Görüşürüz, aman bulunlar. Allah kamanet. Sizge rahmet ilçatka. Buldu. Rahmat. Hoş yemse. Allah'a emanet.